Umrim O'zbekistonni yo'llarda o'tsin deyotgan akalarimiz uchun ikkita avtomobil topib qo'yganman. Jack X200 hamda Jack J3. Bu avtomobillar non topar hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, mana bu va mana bunga zo'r aksiya bo'ladi ekan, tushuntirib o'tib ketaman. Hyundai Porter, Kia Bongo mingan akalarimiz bo'lsa, juda ham yaxshi bilishadi u avtomobil qanaqaligini. Ortiqcha ta'riflash shart emas. Xuddi o'shani lyuks kopiya varianti, gabarit o'lchamlari ham deyarli bir xil bo'lgan Jack X200 modeli. Bu avtomobilimizni ortiqcha ta'riflab o'tirmayman, chunki yuk mashinaga qiziqadigan akalarimiz bilishadi. Shunchaki buni to'lov usullari hammaga qiziq. Qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. 2 litrli dvigatel bilan jihozlangan avtomatik emas, mexanik uzatmalar qutisi. Chunki bunaqa yuk mashinalari hozir avtomatik transmissiyalari ham chiqib ketgan. Kia Bongo Hyundai Porter bilan o'lchamlari deyarli bir xil. 3,5 tonnagacha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. Yoritgichlari galogen, yog'ini o'zingizlar bilasizlar, ko'rish masofalari juda ham qulay tarzda joylashgan, 2 kishiga mo'ljallangan. Bu yoqda shopir o'tiradi, to'g'rirog'i siz o'tirasiz aka, bu tomonda yangam o'tiradi. Siz yukni tashaverasiz, yangam soqqani sanaveradi. Salon qulayliklarini bitta qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Bu 3,5 tonnaligi hisoblanadi. Salonni qarang aka. Hyundai Porter, Kia Bongo mingan bo'lsangiz, bilmagan tanishlaringiz bo'lsa, bu budjetniy variant, to'g'risi. O'zbekistonda chiqayotgan Kia Bongo bilan emas, chetdan kiradigan Kia Bongo bilan raqobatchilik qiladi. Rul gidrousilitilniy hisoblanadi. Ko'rib turibsizlar, magnitofon bor, bemalol Sherali Jo'rayev qo'shiqlarini eshitib ketsangiz bo'ladi. Konditsioner bor. Muhim jihati shunda. 5 talik mexanik uzatmalar qutisi. Skorost ko'rib turibsizlar, juda ham yumshoq kiradi. Mana bu yerda agar chekuvchi akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, pepelnitsalari ham bor, endi chekishni tavsiya qilmaymiz. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, podlokotnik bor. Bu podlokotnik ham podstakannik vazifasini bajaradi, ham mana bu yerda chuqur joychasi bor, otseki bor, bemalol yuklarni sotirayotganda kalit, dokument shunaqa narsalarni so'qib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerga yangam ovqat qo'yib qo'yadi, bir kosani tirs urasiz, ketdi, soqqani qilaverasiz aka. Mana bunday qilib ko'tarib qo'yadigan bo'lsangiz, 3 kishi ham o'tirib ketaveradi. Motori 2 litrli atmosfera bosimida ishlaydigan dvigatel, injiq emas. Sababi Toyota Hiace degan avtomobil bo'lgan, mikroavtobus o'shani motoridan qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, Green Jet deb yozilgan. Hozirgi paytda o'zi odamlar ChatGPT mana shunaqa narsalar bo'yicha zo'r mutaxassis bo'lib ketdi. Sun'iy intellektdan ham Green Jet dvigatel deb yozsangiz, ma'lumotlarini chiqarib beradi. Juda ham motorga shubha qilish shart emas. Chunki bizning akalarimiz qo'rqadi. Nimadan? Zapchast masalasida, servis masalasida. Aka, bu Kia Bongo, Hyundai Porter bilan deyarli zapchastlari bir-biriga tushib ham ketar ekan. Eng qiziq jihati shunda. Hyundai Porternikini topmasangiz, Kia Bongonikini topasiz. Juda bo'lmasa o'ziniki ham topilaveradi. Hozirgi paytda zapchastdan, servisda u darajada muammo yo'q. Chunki bularning tuzilishi deyarli bir-biriga yaqin. Ustalar tez til topishib ketadi bu modellar bilan. Zapchast magazin Toshkent shahri, Sergeli tumanida ham bor. O'sha yerdan xohlasangiz o'zingizning viloyatingizga dastavka qildirib olsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz bir yo'l tushganda olib ketsangiz ham bo'ladi. Buni haydash uchun B kategoriya, haydovchilik toifasi bo'yicha B kategoriyani o'zi ham yetadi. Derazamiz elektronniy hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Kolonkalarimiz bor. Umuman olganda yuk avtomobili boshqaradiganlarga javonaqa darajada komfort kerak emas. Tablomiz ko'rib turibsiz, analog hisoblanadi. Ya'ni an'anaviy. Lekin men o'zim test drive qilib ko'rdim. Yurishi yaxshi. Masalan, orqa bortini ham uzunligi 3.10 ga 1.65, lekin orqa bort mana bunaqa sakratib otib tashlagani yo'q. Men shunaqa yo'lda boshqarib ham ko'rdim, u darajada otgani yo'q. Oldi podushkali, orqasi ressorli hisoblanadi. Buni 3 xili bor hozirgi paytda sotuvda. Bortlik mana ko'rib turganingizdek, tentligi bo'ladi, akalarimiz biladi, yuk tashuvchi akalarimiz, va furgonligi bo'ladi. Furgonli oladigan bo'lsangiz, konditsioner qo'yib, o'sha mana xohlasangiz sut mahsulotlari, go'sht mahsulotlarini tashishingiz mumkin. Tentlik bo'ladigan bo'lsa, turli xil kiyim-kechak, umuman olganda yomg'irdan muhofaza qiladi, turli iqlim sharoitlaridan asraydi. 3,5 tonna ham hazil ekan emas. Chiroqlarimiz bor. Mana bu yerga oyog'ingiz qo'yib bemalol chiqib tushasiz. Zaxira g'ildiragimiz bor. Bunga xohlasangiz 2 ta 80 talik, xohlasangiz 2 ta 65 talik propan, metan qo'ysangiz bo'ladi. Metan 2 ta 80 talik, propan 2 ta 65 talik. Ikki yoniga smelik ketadi. Mashinani o'ziga 3 yil yoki 100 ming kilometr masofa uchun kafolat berilar ekan zavod tomonidan. Istagan servisga kirasiz, mashinangizda qanaqadir nosozlik bo'ldimi, kafolat doirasidami,
Shunda tuzatasiz, chekin olasiz, zavodga taqdim qilasiz, ularni o'zi sizga cashback sifatida qaytarib berar ekan. Mana sizga kafolat. Zo'r. Masalan, ko'pchilik akalarimiz shikoyat qiladi, nimadan? Men deydi, servisga olib bordim, juda ham qimmat ekan ta'mirlash deydi. Yo'q, arzon joydan toping, arzon joyda ta'mirlating, pulini qaytarib olasiz. Bu ham zo'r qulaylik. Va yana bir muhim jihati, bu benzinda harakatlanadi. Metan propan qo'yishingiz albatta tabiiy, qo'yganingizda ham kafolatdan chiqmaydi. Eng muhim jihati shunda. Hozirgi paytda buni narxi 248 million so'm ekan, naqd 16 million 800 ming, deyarli 17 million chegirma yangi yilgacha qilib berishyapti. Avtokreditga naqd pulga olmoqchi bo'lsangiz, ushbu chegirma amal qiladi. Xohlasangiz foizsiz muddatli to'lov ham bor ekan. O'zingizning nomingizga Kapital bank bilan chiqadi. Sabab bu UzAuto Trailer zavodida Samarqandlik akalarimiz bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar, ayniqsa Jonboyliklar kommentariyaga yozib ketinglar. Jonboyda chiqarkan bu mashina, Jonboyda chiqadi. UzAuto Trailer bilan Kapital bank shartnoma qilgan. Bu avtomobillarni foizsiz muddatli to'lovga berish bo'yicha. Shartlarni gapirsam, ko'p vaqtimiz cho'zilib ketadi, chunki mana J3 modeliga ham o'tishimiz kerak. O'shani inobatga olgan holatda pastda telefon raqamlarini qoldiryapman. Manzilni ham tushuntirib o'tib ketaman. Albatta, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. G'ildiraklarni ham aytib o'tib ketishim kerak. Oldi 2 talik, orqasi 4 talik bo'ladi. Endi J3 modeliga o'tamiz. Aka, jaydar obzor qilib beraman. Juda unaqa rasmiy tilda olib borayotganim yo'q. Shuning uchun bitta videoga like bosib, bu videoni yuk mashina olaman deb yurgan tanisizga yuborib qo'ying. Xudo xohlasa, yangi yil oldi sizni bir yaxshi duo qiladi. Ishingiz yurishib ketadi. Javob. Jack J3 mashinamiz. Bu mashinamiz transformer. Nimaga? Chunki mana kabina qismi ko'tariladi. Buni yuk mashina boshqaradigan akalarimiz juda ham yaxshi biladi. Narxini oldin aytib ketaman. 27 ming dollar shu kungacha sotilgan ekan. O'zbek so'mida endi kursga hisoblaydilar. Sababi menga shu narxda aytishyapti. Aynan shu narxda chegirma ham bor. 4 ming dollar. Ya'ni 50 million so'mga yaqin summa chegirma qilib berilyapti bu avtomobillarga faqat yangi yilgacha. Qorbobo ham sizga bunaqa sovg'a bermaydi, aytib qo'yay. 1.8 litrli atmosfera bosimida ishlaydigan dvigatel bilan jihozlangan. Isuzu minadigan akalarimiz bo'lsa, shundoq basharasi tortib o'tiribdi, ko'rib turibsizlar. Isuzu bilan deyarli bir xil. Mashinamizning o'zining tan narxi 27 ming dollar, chegirmasi 4 ming dollar, 23 mingga naqdga olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz rasprochka qilishingiz mumkin, 24 ming dollar bo'ladi. Ataga 1000 dollar ustiga minadi 1 yil uchun. 50%, ya'ni 12 ming dollarda berasiz. Qolgan 12 oyga 12 ming dollarda shundoq tekis bo'lib tashlashadi. O'zingizning nomingizda mashina bo'ladi. Mashinani texnik xarakteristikalari haqida yana batafsil ma'lumot berib o'tib ketaveramiz. Qarang, 3 kishiga mo'ljallangan. Bunda ham xuddi shunaqa podstakannik, podlokotnik vazifasini bajaruvchi atsekimiz, qismimiz bor. Xohlasa 3 kishi, xohlasa 2 kishi ketaveradi. Yoningizga yana bitta yordamchi shofyor olib olsangiz, uxlab ketadi, siz bemalol haydab ketaverasiz, almashib haydaverasiz. 5 talik uzatmalar qutisi mexanik bo'ladi. Radio bor, konditsioner bor, avariya chirog'i, analog hamda raqamli tablo ham mavjud. Qisqa informatsion tablo. Bu yerda o'sha sog'liq uchun zararli narsa, fleshga ketadigan joylarimiz bor, podstakanniklarimiz bor, karmashkalarimiz juda ham ko'p. Yoritish chiroqlari, gabaritga alohida urg'u berib o'tirmadim. Chunki bu crossover yoki sedan avtomobil emas. Bu faqat soqqa topadigan avtomobil. Endi uni yuk tashish xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz. Qarang, diqqat bilan. Jack X200 da bitta yon oyna bor. Bunda bitta, ikkita, uchta, u yoqda 4 ta, 5 ta. Ko'rib turganingizdek, boshqarishda umuman qiynalmaysiz. Krugovoy tonirovka qilib olsangiz ham ko'rish masofasi juda ham keng holatda. Oldingiz uchun masalan ko'rib turganingizdek, lobovoy bilan haydovchi o'rindig'igacha bo'lgan masofa qisqa. Yon tomonni ko'rish xuddi shuningdek ko'pgina yuk avtomobillarda bilasiz, balon qismini ko'rish juda ham qiyin bo'ladi. Bunda bunaqa imkoniyat katta. Nafaqat orqa tomonni, balki pastki qismlarni ham bemalol ko'ra olasiz. Chunki ko'rib turibsiz, bort qismi anchagina katta, orqalarni ko'rishda qiynalishingiz mumkin. Buni oldi olish uchun ham mana bunaqa yon oynalarigacha qo'yilgan. Soddaroq aytganda, bu avtomobilga 360 gradusli kamera yoki-da bo'lmasa partroniklar shart emas. Avtomobilimizning bort o'lchamlari 380 ga 180 hisoblanadi. Faqatgina bortli varianti mavjud. Tentlik yoki bo'lmasa furgonlik qilmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha haq evaziga qildirishingizga to'g'ri keladi.
Avtomobil uchun 2 yil yoki 50 ming kilometr masofaga kafolat beriladi. Metan, propan gaz balon uskunalarni o'rnatishingiz mumkin va kafolatdan chiqmaydi. G'ildiraklarimiz oldi 2 talik, orqasi qo'sh, ya'ni juft hisoblanadi. Orqada 4 ta, soddaroq aytganda. Kitobida 3,5 tonnagacha yuk olishi ko'rsatilgan. Bu yog'i o'zbekchilik 5 yoki 7 tonnagacha yuk ko'tara oladi. Bu avtomobillarni siz China Motors avtosalonidan xarid qilishingiz mumkin. Manzil Samarqand shahri, Buxoro, Navoiy, Xorazm tomonlardan keladiganlar mana bu tomon hisoblanadi. Motorid Kruk bor. Motorid Kruk bu mana Toshkentga ketishimizda Samarqand shahriga kirib kelganlar bo'lsa, Krukka yetmasdan chap qo'lda joylashgan. Agar siz Qarshi, Samarqanddan yoki-da bo'lmasa Sirdaryo, Jizzax tomonlardan kelayotgan bo'lsangiz, aynan Motorid Krukdan o'tib, o'ng tomoningizda ko'rasiz. Yana ham lokatsiyasi kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarini qoldirganman. Bitta telefon qilib alo desangiz, geolokatsiyani sizga tashlab berishadi Telegramingizga. Aytgancha yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Bu faqat yuk mashinalar emas, ularni sedan, crossoverlari bor. M3, M4, Sunray, J7, J6, J8 kabi modellari bor. Ularni ham xarid qilishingiz mumkin. Agar ular haqidagi ma'lumotlar ham kerak bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Yuqorida aytib o'tgan modellarim aynan Samarqand shahridagi China Motors filialiga tez kunda yetib keladi. Taqdim etilmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib, videoni yuk mashina olish istagida yurgan, ayniqsa chegirmasida foydalanib qolmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yinglar.